demak, to'xtangda. Strategiyani maqsadlaringizni yozganingiz strategiya mavzusini o'tdingizmi? O'tdingiz, adashmasam, necha chiqyapti hozir? Yo, yozmay qo'ydingizmi? 28tadan ko'pi 18ta. Undan yuqoriga chiqa olmadim. Demak, yana 28tadan ortmasa 28ta qilib davom etib turasiz. Ekan. Muvaffaqiyat kundaligini o'tgan bo'lsam, nima o'xshatdingiz? Unda o'qigan kitoblarim haqida yozmas edim, o'shani yozyapman. Xulosalarimni. Keyin yomon tomonlarini emas, yaxshi tomonlarini yozyapman. Shu haqida. Shular o'xshamagan edi menda oldin. Xo'sh, Yo'q edi. Bir muvaffaqiyat kundaligini nimadir, masalan, nima foydasi bo'ldi sizga? Foydasi kitobdan bo'ldi. Xulosalarimni yozish menga kitob haqida ko'proq fikrlashga yordam berdi. Faqat o'qib qo'yardim kitoblarni. Ichidan ozgina iqtiboslarni olardim. Endi uni nima berish haqida o'yladim. Shunisi bo'ldi. Qo'shimcha shunisi bo'ldi. Hayotga ishlatish haqida o'ylama. Yozmayapsizmi? To'xta, mana shu kitobni o'qidim bugun. Nima o'zgardi meni hayotimda yoki nimani o'zgartiryapman yoki nima qilsam hayotimga ishlata olaman degan savol qo'ymayapsizmi? Har doim emas. Mana birinchi qism emotsional qism, to'g'rimi, Hadicha? Nima yozasiz taxminan? Menga endi nima yozganingizni o'qib berishni shart. Taxminan nima yozasiz ekan? Endi umumiy ta'rifini berishingiz mumkin-ku. Unda bir kunlik qilgan ishlarimda men qanchalik foyda olganim yoki zavqlanganim yoki xafa bo'lganlarim haqida yozaman. Undan keyingi ikkinchi bosqichda yutuqlarimni yozaman. Uchinchi bosqichda kitoblarimni o'qigan paytim yozib qo'yaman. Uchinchi bosqich o'sha. Siz o'shani o'zida xato qilar ekansiz-da. Qarang. Nima? Mana kunlik emotsiyani yozyapsiz-ku yoki kitob o'qiyapsiz yoki nima qilyapsiz? Chizib yozib tashlang degan edim. Mana siz konspekt qilish yoki iqtibos yozib qo'yishdan hech narsa bitmaydi. To'g'ri, siz uchun bu yangidir. Lekin meni qadamimning oxiri sizning qadamingizni boshi bo'lishi mumkin-da. Muvaffaqiyat kundaligi deyapsiz. Bu qanaqa? Mana keling, men bugun 1 2 3ta ovoz bir daqiqa menga telefon kelyapti. Xullas, davom etadigan bo'lsam, qarang. Men sizga umumiy tavsiyam nima bo'ladi, Hadicha? Kitoblarni yozayotgan paytda o'qiganingizdan keyin iqtibos yozib qo'yganingizda hech narsa o'zgarmaydi. Nima o'zgaradi? Mana bitta aqlli gap eshitsangiz. Men energiya olishimga nima o'zgaradi? Yoki yozib qo'yingiz daftaringizga. O'zgarmaydi. Endi o'sha aqlli gap siringizni yozdingiz yoki qanday qilib X da ishlataman dedingiz. X platformasi bor-ku sizda. Qanday qilib bu aqlli gap X platformasida ishlatsam bo'ladi deb savol qo'ysangiz, to'g'ri savol. Va unga o'zingizni ichkaridagi Hadichani ichkari identity, shaxsiyati, mindsetidan, o'sha ichki olamidan javob keladi-ku. Ana shu javob kelgandan keyin o'shani yozib, keyin o'shani amaliyotda qilsangiz o'zi natija berish boshlaydi. Masalan, men sizga nazariya bo'lib qolmasa, amaliy shaklda aytaman. Bugun kitob o'qidim. Ya'ni kitobim o'qishdan gapmi, bitta ish qildim. Biz ertalabdan beri shu ish bilan band bo'latimda, ertalab turdimda Aslanxiya guruhda sizga savol tashladim leadership haqida. Ya'ni liderlik deganda nimani tushunasizlar? Keyin Aslanxiya ijrochi direktori bir oy davomida yoki bir hafta davomida qanaqa vazifalarni bajarish kerak deb o'ylaysiz? Bu bejiz emas.
jamoadagi qanaqadir hamma kuchli, hamma top bo'lishi mumkin. Qanaqadir turli nuqtalardan bo'lgani uchun birlashish deydimi, shunaqa narsa oxirgi paytda sezmayapman. Qanaqadir e, e, ichkaridagi energiya so'nib qolganga o'xshadida xayolimda. Masalan, shu nuqtai nazardan lidership haqida yoki o'zi lider, kompaniyada ijrochi direktori, kompaniyada ishlaydigan inson qanaqa bo'lishi kerak degan mavzuda e, ilmiy ish desam xato bo'ladiki, ya'ni ilmiy material tayyorlayapman. Ya'ni bitta shu mening nuqul va global maydonda o'z uyning yarat degan narsaga e, degan kitobimga mana shu bo'limni qo'shimcha qilib qo'shmoqchi. Ya'ni lider qanaqa bo'lishi kerak? U nima vazifani bajaradi? Boss qanaqa bo'lishi kerak? CEO qanaqa bo'lishi kerak? Xodim qanaqa bo'lishi kerak? Menejer qanaqa bo'lishi kerak? O'sha narsani yechim topish maqsadida mana kompaniyamizdagi muammoga aniq yechim. Ya'ni turli individuallarni bitta maqsad ilm eksport qilish yo'lida birlashgandirmiz. Lekin aniq target yo'q, aniq yo'nalish yo'q. Endi o'shani qo'shib hamma o'zi individual harakat qiladigan darajaga yetishi, o'sha narsani yozish ustida bosh qotiryapman. Mana ertalabdan beri taxminan 9 atrofidan 8:30-8dan beri qilib turgan ishim nima qildim? Men sizga bir 6 ta 7 ta narsa yozdim. Bugun o'rgangan narsam. Hozir 1 daqiqa. Hozir yozganman. Bugun mana 26:07 Bismillahirrohmanirrohim. Bugun yakshanba. Soat 9:57. Men sizga o'zimnikini namuna sifatida aytyapman-da. Hozirgina kofe shop keldim va leadership haqida kitob yozishga qaror qildim. Birinchisi, undan oldin nima qildim? Ideology of the future, keyin 21-asr boshqaruv challengelari degan mavzuda ikkita kitobdan maxsus leadership haqidagi narsalarni olib material yozdim. Keyin keldimda YouTube'dan Zulqarnayn, ya'ni Iskandar Zulqarnayn leadership haqida maxsus Zulqarnayn leadership haqida maxsus podkast ko'rdim va konspekt yozdim. Va daftarimga yozyapman. Masalan, nima bo'ladi? Eng muhim joylarini yozib, keyin uni yana No'man Alixon Kahf surasidan qo'ygan. Kahf surasini o'sha bo'limni o'qib chiqdim. Ya'ni 83-oyatdan 99-oyatgacha bo'lgan qismni o'qib chiqdim. Nima qilgan ekan? Nima? Keyin uni yana to'liqroq tushunib, zamonaviy zamonda qanaqa moslashtirish kerak? Qo'lni o'rganib daftarimga chizma, vizualizatsiya xaritasini tuzyapman-da, o'sha leadership haqida kitob yozyapman-ku. Ya'ni kitob emas, ma'lum bir mavzu kirityapmanmi jamoa uchun. O'sha uchun polni kirityapman-da. Keyin undan keyin nima qilding desangiz, undan keyin podkast ko'rganimdan keyin boya change leader degan mavzu bor edi. O'shani to'liq ko'rib chiqib, undan nimani o'zgartirish kerak? O'zi o'sha innovatsiya nima-yu, o'zgarish nima, qayta ishlab chiqarish nima, nimadan voz kechish kerak? Hamma narsadan ko'rib chiqdim. Ya'ni hamma daftarimga yozib nima qila olaman yoki nimani nima deydi? Nega Astanxayaga kelding degan savollarni qo'yish, identity hammasi ochib chiqdim-da. Men sizga endi umumiy gapim ko'payib ketdi. Bugun yozgan narsalarim yoki mana jamoadoshlar bilan qanaqa ishlash kerak? Ish sizga nimani anglatadi? Hayot o'sha Astanxayada o'zingizni erkin his qilasizmi yoki boyagidek kun tugaganda bugun nima qildim degan savolga javob topa olmaysizmi? Hammasini sekin-sekin yozib javoblantirdim. Keyin yana nima qildim? Jamoaviy qanaqa ishlash kerak? Astanxaya sirkida qanaqa bo'ladi? Ya'ni har hafta bizda lider o'zgaradi, o'sha narsalarni qanaqa joylashish kerak? Jamoaviy target qanaqa? Individual target qanaqa? Sizda X da qanaqa ishlar qildingiz degan narsani so'radim. Masalan, o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha. Keyin yana shu narsalarni yozib, keyin hozir resurs, kutubxona, maktab, individual yoki maxsus servis hammasini ko'rib chiqdim. Kelajakda modellashtirish haqida o'yladim. Hozir nima qilamiz degan savolga eng muhim javob topish kerak. Bugun nima qilamiz?
ana shu savolga javob izlayapman. Keyin aslan xeyli nimadan voz kechamiz, qanday voz kechamiz degan savollar o'tadi. Mana bugun ertalab kundalikka qilgan narsalarim sizga ko'rsatib beryapman. Aynan o'rgangan narsalarim asosida. Kamida 3 soat faqat o'qib, o'rganib, kerakli nuqtalarni yozish. Oylik target qanaqa bo'ladi? Yoki muammoni och qoldir, imkoniyatlarni boq deydigan bir narsa o'rgandim mana. Siz aytgandek bu iqtibos. Ya'ni muammoni muammoga yechim muammo bilan emasmi ya'ni? Muammoni yechim bilan band qilish kerak yoki o'sha muammoda imkoniyat yasash haqida o'ylash kerakligi haqida aniq qildimda. Keyin biza yaratgan narsa jamiyatga, insoniyatga yoki nima bera oladi degan narsani ko'rib chiqdim. Keyin bir kunlik ishlar, keyin as-Sanxiya qoidasi va qadriyatlari, masalan, o'sha narsani ko'rib chiqdim. Yana nima qildim? Kelajakni yaratishga intilish juda xavfli bo'lishi mumkin, lekin yaratmasdan shu turishda qolish undan ham ko'ra xavfliroq degan narsani kashf qildim. Mana 3 soat qilgan narsam примерно sizga shablonni, ya'ni xaritasini chizib beraman. Ya'ni leadership haqida kitob yozishimga kamida 6 oyroq tadqiqot o'tkazib, bu xarita, vizion xaritasini yasayapman-da. Ya'ni kitob yozadigan paytim yoki bitta documentation doc yozish uchun, ya'ni sizlar uchun leadership qo'llanma yozishim uchun o'zim o'sha uchun nimani yig'dim. Ya'ni o'sha narsani dokumentlashtirdim daftarga. Ya'ni bu qanaqa bo'lgan desangiz, Henry Ford avval nimani qilishdan oldin qog'ozga uni modellashtirgan. Mana Ford degan mashinaga nima qo'shimcha qo'shaman deydi-ku, o'sha qo'shadigan narsasini qog'ozga chizgan. Qanaqa ko'rinishi keladi, nima bo'ladi, natijasi qanaqa bo'ladi, bizga nima foydasi bor, ishchilarga nima foydasi bor, mijozlarga nima foydasi bor degan yechim topganda, keyin o'sha narsani amaliyotga tatbiq qilish. Xuddi sizlar bu daftar nima uchun kerak degan savol bor-da, halicha. Bu daftar sizni kelajakka borishingiz uchun kerak. Ya'ni siz 2028-yilga borganingizda bu daftar sizga nima foyda berdi? Ochib qaraganingizda to'xta, ana u narsani yozib qo'ygan ekan, mana bu amalga oshibdi. Mana shu narsa uchun kerak. 2060-yilga borganingizda farzandingiz yoki kimdir, masalan, siz daftaringizni ko'rib ilmiy yo'riqnoma qo'llanma sifatida foydalanish kerak. Biz hamma narsa uchun ana shu muvaffaqiyat kundalik kerak bo'ladi. Shu, ya'ni passiv emas, aktivlashtirish kerak miyadagi ma'lumotlarni. Keyin bilish yetarli emas, uni aktivatsiya qilish kerak. Yozib qo'ygan narsangiz bo'ldi, amalga ishlatish kerak. Xohlang o'quvchilaringiz bilan anaqa bilan sinab ko'rishingiz mumkin. Auditoriyangiz bilan, jamoadoshlaringiz bilan katta maydon turibdi. Faqat yondashuvni o'zgartirib, expansion deydi-ku, ya'ni kengaytirish kerak yani. Menimcha tushuntirib bera oldimmi? Ha, tushundim. Nima o'zgardi? Endi mana shu suhbatdan keyin. Har bir yozgan narsamdan keyin uni qanday amalda qo'llayman degan savol bor. Ana shu yondashuvda savol yozmasaydim, savolni shu yondashuvda daftarimga yozishim kerak-da. Ketdik. Keyin yana bitta qo'shimcha feedback berib ketaman. Ya'ni Twitterda qarayapsiz, zo'r ketyapsiz, lekin o'tgan oyning boshiga 17 ta edi, hozir ham followerlarimiz 17 ta. Demak, nimadir o'zgartirishingiz kerak. Yoki fikrlashingizni, yoki yondashuvingizni, yoki harakatlaringizni, yoki postlaringizni. O'sha tomonga qarab chiqing. Ya'ni qarang, o'zgarmaslik orqaga o'sish degani, bir xillik. To'g'ri, oson emas, lekin imkoniyat mana cheklangan. Yana bitta zo'r narsa bor ekan. Bizdagi resurslar cheklangan holatda berilgan, lekin biz o'sha cheklangan resurslardan cheksiz imkoniyat yaratish imkoniyatiga egamiz. Aql bor bizga, intellekt bor. Intellekt bilan katta ishlar qilish mumkin. Keyingisi, sizning mavzuyingiz muvaffaqiyat kundaligidan keyingisi 80-20 mukofot, g'alaba va mukofot mavzusi. Bu haqida nima bilasiz? Avval nimadan qilib ko'rgansiz? Siz ikkinchi marta upgrade bo'lyapsiz.
Bu haqida buni hozir qilib boryapman. O'zimni qilgan ishlarim bo'yicha yoki yutuqqa erishgandan keyin o'zimni mukofotlab boryapman. Yaqinda ham qildim. 80 ga 20 u biz bir kunlik ishimizda 20% bizga rivojlanishimiz uchun kerak. 20% ish bajarar ekanmiz, qolgan 80% keraksiz shu odatli ishlar bo'lar O 80-20 ekanda haqida shuni gap ketmayapti. To'xtang. G'alaba va mukofot haqida gap ketyapti bu yoqda hozir. 80-20 undan keyingisi. Xo'p, g'alaba va mukofot buni yaxshi tushungandim. O'zim masalan biror yutuqqa erishsam, o'sha uchun o'zimni mukofotlab borish. Bitta misol keltiradigan bo'lsam, o'zim ishlayman, ishlagan hamma pulni o'zim olib qolmayman, ishlatmas edim. O'shanda ma'lum bir foizini o'zimga mukofot qilib beryapman. Hozir. Masalan, bir oyda qanchadir o'sha ishlagan pulim bo'lsa, o'shandan ma'lum bir foizini o'zimga olib qolyapman-da. Keyinchi? Bu menga o'zimga yana keyingi oyga o'tishimga, rejalarimni yozib qo'yishga, qanday qilib ko'proq, yaxshiroq, sifatliroq dars o'tishimga sababchi bo'lyapti. O'zimga ishonch ham, o'ziga ishonch ham beradi. Qarang. Reward degan sistema bu. Ya'ni o'sha mana shu mukofotlash. Avval ham aytganman, hozir ham aytaman, yana aytaman. Odam nimadir ish qilsa, qiladigan ishiga yarasha o'shani kaloriyasiga yarasha mukofot belgilash kerak. Ya'ni nafs bilan kelishuv. Nafsni taqiqlab tashlash emas, balki to'xta. Ikkalamiz hamkorlikka ishlaymiz. Men sen xohlaganingni beraman, sen ham men xohlaganimni ber. Masalan, qarang. Masalan, men uyimda ham kitob o'qisam bo'ladi. Uyimda ham ko'p ishlasam bo'ladi. Lekin kitob o'qishimga mukofot sifatida kofe yoki qanaqadir kofe shopda atmosfera sovg'a qilaman o'zimga. To'g'ri, men uchun xarajat. Lekin meni kitob o'qishim uchun, yaxshi harakatlanishim uchun bu menga motivatsiya bo'ladi. Ya'ni miyamga dopamin olib keladi. Endi ikkinchi narsa, men o'zimga qarang, islom moliyasidan 60 bitta standartni agar tugatsam, 350 ming wonlik, ya'ni bitta islom moliyasiga oid kattaroq kitob sovg'a qilaman. Ya'ni $300 hisobidagi kitobni o'zimga sovg'a qilaman deganman. Keyin lekin tugatolmadim. Sovg'a yo'q. Yoki mana yaqinda bitta ish qildim, xudo xolasa uni o'zimni mukofotlaydigan belgilab qo'yganman. Xuddi shunaqa narsa, kimdir kattaroq mukofot olsa, mashina oladi, kimdir kiyim oladi, kimdir muzqaymoq oladi, kimdir ko'chaga chiqib aylanib keladi. Ya'ni xuddi mana bunaqa umumiy ma'noda oxirgi marta siz o'zingizda qanaqa mukofotladingiz? Savolga javob bering. Men hozirda o'sha faqat muzqaymoq olish yoki unaqa narsa oddiy holat edi. Dars stolimda narsalar yetishmasdi. Hozir kitob o'qishim uchun masalan ertalab 20 daqiqa o'qish kerak bo'lsa, unda men 20 daqiqani o'lchay olmasdim. Telefon ishlasam ichiga kirib ketib qolaman. Shuni telefonni boshqa joyga qo'yib o'lchash kerak edi. Shuning uchun kitob tugagandan keyin kitob o'qirdim, faqat uni amalda qo'llamas edim. Bir 10 kun oldin o'zimni yaxshilash maqsadida kitob o'qisam, shuni tugatsam, ikkita kitobni mukofotlayman deb o'sha qurol ish daftarlar sotadigan joyga kirsam, menga kerakli narsa, ya'ni qum soat turgan ekan. 15-3 daqiqadan boshlab nechidir daqiqagacha o'shani o'zimga oldim mukofot tarzida.
ertalab o'shani qo'yib, endi hisoblab o'qishim mumkin degan maqsadda. O'sha kattaroq mukofot ham berib ko'rganmisiz o'ziga? Oyligingiz nechi foizni o'zizga olib qo'yapsiz? Yani daromadingizda. Yani o'zizni mukofotlash, shuni o'zingizga tegishli qilib. 20%ni. Zo'r. Yani endi umumiy ma'noda nimadir vazifani bajarganimga bu o'zimga mukofot deb o'shandan moliyaviy jamg'armangizni ham yig'ishingiz mumkindir-da, qanaqadir ma'noda. Xullas, Ha. bu narsa o'sha ruhiy tarbiyada kelgan o'zingga 12 yil qattiqlash berma degani emas, balki qattiqlash yegingiz kelyapti, mana bu shartni bajarsin, qattiqlash ham yeyorsin deganida. Sizga umumiy yechim qilib aytayotganimiz. Bizda avliyo darajasiga ko'tarishimiz hozir qiyin. Bizlarning vazifamiz o'zimizga, oilamizga, atrofga qanaqadir qiymat berish. Qiymat berishimiz uchun bizga nima mukofot kerak? Shu mukofotni berib, nafsimiz bilan diplomatik kelishuvga erishamiz. Kechga yotishdan oldin yutqazdim degan paytda, yutdim deydigan bo'lsangiz, yaxshi amallaringiz ko'p bo'lsa, buni siz yutdingiz. O'shanga nima bo'lsa, erishilgan natijaga qarab kaloriya. Masalan, keling oddiy misol, millionerga aylансam nima sovg'a qilaman o'zimga? Milliarderga aylансam nima sovg'a qilaman? $1000 pulim jamg'arma yig'sam, o'zimga nima sovg'a qilaman? $100 yig'sam, o'zimga nima sovg'a qilaman? Shu narsani belgilab olsangiz, keyin yig'ishga ham qiziqasiz. Yo'l ko'rma. Aynan moliyaviy muammoni aytadigan bo'lsam. Bo'ldi. Keyingisi men o'sha mavzu mukofot va ya'ni g'alaba va mukofotida nimadir g'alabachaga, nimadir mukofot bilan nafsi bilan kelishib yurishasiz. Bo'ldi, sizning mavzungiz tugar. Yana explore qiling bu hafta. To'liq shu narsani ishlab, videoni ko'rib chiqasiz. Men dastur berganim yo'q sizga. Tashlab berdingiz, faqat ustoz net yaxshi emasmi hozir o'shan sababni qidiryapman, X-menda ishlamayapti programmasi. Yo'q, uni aytmayapman men sizga. X haqida gapirmayapman. G'alaba va mukofotni video darsligini ko'rib chiqdingizmi? G'alaba yo'q, uni video darsligini bu yil ko'rib chiqmadim. Ya, o'shani ko'rib chiqishingiz kerak. O'sha qarangda, har bitta narsani ko'rib chiqqaningizdan keyin topshiriq jo'natsangiz, men keyingi anaqani guruhda linkini beraman sizga. Xo'p. Bo'ldi, sizlik tugadi, xohlasangiz eshitib xohlasangiz chiqishingiz mumkin. Hayot Malikaga navbat, Hayotxon keyin sizga. Malika nima gaplar? Nima mavzudasiz? Hayotxon, siz ham vizualizatsiya va duodamisiz? Ha, ustoz, men mavzudaman. Ha, demak, ikkovingizda bitta mavzuda, endi birinchi Malikani eshitaman, keyin sizni eshitaman. Malika nima gap? Vizualizatsiya va duoni dan oldingi mavzu limitlarni buzishmadi sizda, ikkovingizda? Assalomu alaykum ustoz. Ha, shunday. Limitlarni nima qilib buzdinglar? Haftada bir marta birorta ishdan, masalan, kitob o'qishdan bitta kitob tugataman yoki 400 betlik kitob tugatishim mumkin. O'sha bergan vazifangizdan keyingi haftada 300 betdan 360 betmi shunaqa kitob o'qidim. Bu bitta limitni buzdim. Undan keyingi hafta Shu hafta nima qildingiz? O'sha Shu hafta. Shu hafta nima qilib limit buzdingiz? Rekordlarni buzdingiz ya'ni. Shaxsiy rekordingizni yangiladingiz, nima qilib? Ha, jim bo'lib qoldingiz, nima gap? Ustoz, mikrofon o'chib qoldi. Men shu hafta boshqa bitta qoidamni buzib, har doimgi odatimni buzib, bitta yangi reja tuzdim, yangicha reja tuzdim. Oldin 3 tadan yoki 5 tadan reja tuzib unga mukofot va jazo qo'ysam, shu hafta esa hammasiga bir xil mukofot, hammasiga bir xil jazo qilib,
yana 10 ta reja tuzdim. Faqat bir kun, juma kuni kecha qildim. Buni bir tajriba deb hisoblasam bo'ladi, chunki buni qilishimdan maqsad o'sha bitta kitob samaradorlikni 21 yo'li kitobi o'qish davomida qildim va bu yaxshi samara berdi. Bu ham mukofot uchun, ham jazoni qilmasligim uchun harakat qildim. Bu ko'p reja tuzish bo'yicha bitta limitni buzdim. Sizda bitta bo'shliq sezdim. Fikrlashingiz ancha o'sgan. O'zingizda ishlayapsiz. Lekin ko'p kitob o'qiganingiz uchunmi fikrlarni juda ko'p. Mana safar iftorda qarang. Aslida bir minutda hamma narsa o'zgarishi mumkin. Tajribaga ham, kitob haqida gapirishga ham, odamlarning diqqatini tortishga. Ya'ni qarang, o'zi 3 minutdan o'tdimi, odamlar zerikib qoladi. Ya'ni buni qanaqa qilib to'g'rilashingiz mumkin? Men endi tashqaridan kuzatuvchi sifatida sizga feedback beryapman. Yana ustozi safarda gapirganim shundan kamchilik topibdi, negativchi ekan demang. Bu yerda o'zimiz shuncha aytyapman. Qarang. Kitob haqida gapirayotganim uchun men mana shu kitobni o'qidim. Qisman storycha qilib, bu yerda hikoya shaklida bir 10 sekund, 15 sekundga kitobni eshigidan kirib, ya'ni oxirigacha tugatib olishingiz kerak. 15 sekund ichida. Shunaqa kitob o'qidim. Menimcha ko'p kishi o'qishi kerak bo'lib, bir cover qilib chiroyli qilasizda. Men mana shundan shuncha katta kitobdan bitta zo'r joyini tajriba qildim. Mana bu joyi men hayotimga o'zgarish yasadi. Miyamda chaqmoq chaqqanday bo'ldi deb bosorsangiz bo'ladi. Mana shu joyga to'g'ri diqqat berishingiz kerak. Ya'ni qarang, ko'p kitob o'qiysiz-ku, fikrlaringiz sharikat bo'lishi aniq, ko'p fikr miyangizda aylanishi aniq. Lekin aniq tizimli suhbatga kirishdan oldin bugun nimani gapiraman? Gapirasiz-ku, miyangizga kelgan narsa. Muvaffaqiyat kundalikchangiz borku, yozing. Bugun hozir saharga kirsam nimani gapiraman? Nima feedback beraman desangiz, o'zi ketadi. Endi menimcha hayotxondan dunyo qonuni chiqib qoldi, qarang. Vizualizatsiya va duo va sekret filmini ko'rdingizmi? Secret filmini ko'rdim. Tortish qonuni haqida ekan. Hamma narsani yaxshi fikrda, hamma narsaga yaxshi fikrda qarash kerakligi haqida ekan. Nima? Tortish ko'rdingizmi nima? Shu fikrlarim oldin raqiblarim kuchli deb raqiblarga qaragan bo'lsam, birorta tanlov yoki boshqa narsada hozir raqiblar haqida emas, yutuq haqida, g'alaba haqida o'ylaydigan bo'ldim. Biron nimalarni orzu qilib, yozib ko'rmadingizmi? O'shani ko'rgandan keyin to'xtaman. Ana shunaqa orzu ichkaridan bu yurak tez urib ketib bo'ladi-ku. Unaqa narsa qilib ko'rmadingizmi? To'xtab videoni ko'ryapman. Nimani tasavvur qilib ko'rishim kerakman? Daftarimga emotsional nimani chin dildan ich-ichimdan xohlayman deb. Yozdim. U turli o'zimning maqsadlarim, orzularim bor-edi, shularni ko'pincha gapirishingiz mumkin. Mikrofon yopilib qoldi. Men o'sha oldinlari qo'ygan maqsadlarim bordi va ularga yana qo'shimcha kiritish maqsadida yana bir 3-4 ta maqsadimni qo'shdim. Yana maqsad qo'shdim, yangi tillarni o'rganish, masalan, arab tili bilan ingliz tilini o'rganish yoki yana men bu kitobni o'qiyman, men bu kitobni olaman dedim. Bulardan misol uchun trendga chiqqan o'sha Binafsh shu'lasi kitobini olgim keldi birinchi. Hamma mashhurlikka erishgan kitoblarni qiziqish bilan olaman. Shu olish maqsadida bir g'alaba uchun harakat qilib, o'sha g'alaba uchun kitob olaman deb qo'ygandim. Oldim va buni ololmasam kerak deb o'ylamadim. Shu sekret filmni ko'rgandan keyin shu narsa hayolimga kelgan. Demak, tortib olishsin-da. Ha. Men ham boshida film ko'rib ishonganman, malaka, va tasavvur qilganman.
va o'sha ko'rish davomida notebook yozganman, kompyuter yozganman. Avvalgi birinchi ilk 2018-yilgi ochgan o'quv markazimni yozganman. Nomigachada yozib chiqqanman-da. Koreya kelishimni yozganman. Xuddi nima yozgan bo'lsam, hammasi amalga oshganda. Men kishi shaklida yetib qolganman. Ya'ni orzuda yozib qo'yilsa amalga oshgan va emosiyalarni o'zim xohlash kerak ekanda orzuni. Keyin men qaytadan kashf qilganman. Keyin yana bitta ikkita ishlarni maqsadimni amalga oshirish yo'liga bu maqsad masalasiga kirib kelishman. Ko'p kishiga maqsad yetishmasligi yuzasidan bir xil fikrlash, bir xil modellashtirishga egaligini anglab yetib qolganman-da. Keyin maqsad olamiga kirib borganman-da. Shu. Shuning uchun orzular amalga oshadi. Vizualizatsiya degan narsa bu, u narsa nimani tushundingiz? Tasavvur qilishni va o'sha kelajakdagi biror narsani istash va so'rash deganni tushundim. Masalan. Masalan, Siz shuni ko'rdingizmi? Ko'rdim. Ha, qilib ko'rdim. Masalan, har doim baribir har kuni duo qilinadi. Shu duolar ichida bir maqsadlarim haqida aytadigan bo'ldim. Shu duo qilib har kuni yotadigan bo'ldim. Xullas, mana bunaqa narsa bor. Boya hadis o'qiyotib ham aytdim. Qarang. Mana bunaqa narsa bor-da, aka. Nimadir qilishdan oldin tasavvur qilasiz. Menda tasavvur paydo bo'ladi, to'g'rimi? Elon Musk Marsga chiqishdan oldin Marsga chiqish tasavvur qilib ko'rgan. Va Marsga chiqdi-da. Yoki Steve Jobs aytganda, men odamlar orzu qiladigan mahsulot yarataman va ularga sotaman degan. iPhone'ni bugun hamma orzu qiladi. Shunaqa mahsulot yaratdi. Men masalan odamlarning orzusini ro'yobga chiqarishda ishtirok etaman deganman. Men maqsad xaritasi botda ishlab chiqqanman. Masalan, xuddi shu nuqtai nazardan avval hammasi tasavvurda paydo bo'lgan. Yoki Koreyaga kelaman deganmanda tasavvurimda paydo bo'lganda, keyin daftarimga yozganman. Keyin mana kelganman. Yoki yana ko'p 1 millionta odamga maqsadimni topib beraman deb niyat qilganman va o'zidan hozir shu ustida ishlayapman. Daftarimda turibdi. Bir tasavvurda paydo bo'lganda bu hammasi. Bizga oldinmi? O'sha tasavvurni qog'ozga ko'chirasiz. Boradigan yo'l qayerda? Va uni aniq o'zi ichkaridan xohlaysiz. Masalan, keling, anavi Oydinoy xohlagani uchun emas, yoki oyiz sizni mashina yutishni xohlaganingiz uchun emas. Siz oyiz mashina yutishni xohlaganingiz uchun mashina yutish kerak emas. Malika. Siz mashina yutishni ichingizdan butun vujudingiz bilan xohlaganingiz uchun mashina yutishingiz kerak. Tushuntirib berolmayman? Ha, ustoz. O'sha maqsad xaritasini modelllarida ham qaysidir birida tasavvur qiling, shu 15 yoshingizda qanaqa inson bo'lasiz, qanaqa yutuqlarga erishgan bo'lasiz degan narsada ham shu berilib yozganman. Daftarimga yozish paytimda misol uchun ana shu IELTSdan 9 ball olganman yoki nechtadir sertifikat egasi bo'lganman degan narsalarni yozaman yoki yosh kitobxonda g'olib bo'lganman deb juda ham ko'p o'ylaganman bir boshda. Endi yangi qo'shilgan paytim o'tgan yili juda ko'p o'ylaganman, hatto o'sha tushimda ham ko'rib chiqqanman. Keyin lekin o'zim raqiblarim haqida o'ylashni boshlab, keyin umidim susaya boshladi. Keyin boshqa kitoblarga ham qiziqib ketib, ularni ham o'qib boshladim. Keyin fikrim bo'linib ketdi. Menimcha shu uchun gapiravering. Menimcha shu uchun shu meni katta xatoyim bo'lgan deb o'ylayman. Endi qarang, yechim.
Mamlakada malika qanaqa tutiladi? Charos bor-ku, bizlar Astanxiyachi. Taniysizmi yo'qmi? Men klubida eng birinchi a'zosi. Shu Charosga men aytganman-da. Endi men aytganim uchun unaqa bo'ladigan hammasi Allohdan. Lekin qanaqa ustoz sifatida yoki yo'l ko'rsatish bizlarning vazifamizda. Sizlarga ham o'zimiz qilgan, bosib o'tgan tajribani aytish. O'zimizda bo'lgan narsani sizlarga ham sinab ko'ringlar, bo'ladi deydigan narsani aytish. Nimani o'xshamayotgan bo'lsa, siz noto'g'ri qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Men ya'ni noto'g'ri gapirayotgan bu nimdan bo'lmasligi mumkin-da yoki siz o'shani sizda menda ishlagan narsa balki sizda ishlamay qolgan bo'lishi mumkin. Yoki katta ehtimol bilan ishlaydi. Chunki hamma narsani o'zini qonuniyati bor. Charosga aytgandimda o'sha paytda 15 yosh edi. Charos hali universitetga kirganingizda hamma kirmasdan oldin hamma sertifikatlaringiz bo'lib 100% grant bilan kirasiz degandi. Qarangki, eng katta orzusi maktabida faxrli o'quvchi sifatida rasmiy chiqish ekanda. Maktabga Charosda rasmini ilib, mana 5 ta sertifikat qo'l kiritdi, universitetga grant asosida o'qishga hali muddatdan oldin talaba bo'ldi deb maktabi katta qilib yozib qo'yibdi. Haqiqatdan shunaqa ekan dedi. Men nima demoqchiman? Biza u narsani men Charosda shunaqa bo'ladi deganim uchun emas. Charos o'sha narsani xohlagan, lekin ishonmang, kelajak qanaqa bo'lishini odam bilmaydi-ku. Lekin tasavvurga sig'mayapsan. Yozgan, amalga oshgandan endi to'xta, endi kattaroq orzu qo'yishdilar. O'sha paytda eng katta orzu qilganingiz nima? Unaqa orzungiz kichkinaganida jahli chiqqan ekanda. Endi jahli chiqmaydi, to'xta. Sal kattaroq, sal avval 2xda, endi 3xga yoki 5xga katta qilayotgan orzungiz nima bo'ladi, sinab ko'radi. Va sinab ko'rgandan keyin natija chiqib boraveradi. Va orzudan amalga oshishi bilan amalga oshmayotganligidagi farq nimada deydi-ku, malika. Unda farq miya qabul qilinmay qolishi mumkin. Masalan, hozir siz necha kilo yuk ko'tara olasiz? Taxminan. Og'ir yuk ko'tarsangiz. Taxminan. Eshitilmadi gapingiz. 2x ga bo'lsa kerak. Yo, 2x haqida emas. 5 kilomi, 10 kilomi yuk, mana tosh turgan bo'lsa yoki xalta turgan bo'lsa, necha kilo yuk? 10 kilomi, 5 kilomi, 8 kilomi, 20 kilomi. Necha kilo yuk ko'tara olasiz? Yuk, og'irlik. 5 kilolar bo'lsa kerak atrofida. Endi qarang. Lekin mana Hayotxon sportsmen 15 kilo ko'tara oladi. Masalan, tushunyapsizmi? Lekin yana bitta ko'proq sport bilan shug'ullangan odam 30 kilo ko'tara oladi. Lekin visi yoshi sizlardan bir xil. Nimada farq? U ko'proq tezroq qilgan, ozroq shu maydonga kirib borgan. Endi miya sizdagi 5 kilo-ku. To'xta, ozroq o'zim ustiga shug'ullansam, sport bilan shug'ullansam, nima qilsam 10 kiloga chiqara olaman deysiz-da, malika. O'sha yukingizni. Tushunyapsizmi? Shu nuqtai nazardan birinchi 2 barobar ko'paytirib ko'rasiz. Keyin 5 barobar, keyin 10 barobar, keyin 100 barobar ko'tarasiz. Lekin o'sha narsalarga o'tish uchun ham ikkita zo'r narsa qilasiz. Qanaqa qilinadi desangiz, avvalasiga ko'rdim Hayotxon. Qarang, avvalasiga nima qilasiz? Boya o'zingiz aytganda 2 kilo ko'tarib ko'rasiz. Keyin 5 kilo sinab ko'rasiz. 5 kilo o'xshaydi-ku surmatda. To'xta o'xshar ekan deysiz, keyin 10 kiloga tushadi. O'sha 10x ga, ya'ni 10 barobar kattalashtirib ko'rasiz. Bo'ldi. Hammasi hal. O'shani odam sal boyagiga real tasavvur qilib turgan, qo'lga yetgan narsadan juda katta 100x ga birdan bo'lib ketib qolsa, aniq 100% orzu amalga oshmaydi. Orzu amalga oshmasdan odam o'zini sinadi. Hayotxon, siz limitlarimiz uchun nima qilib ko'rdingiz? Assalomu alaykum avvalambor. Va alaykum assalom. Adashmasam 3 ta dars oldimmi? Bu vizualizatsiyaga kelgandim, keyin orada bir marta qatnashmay qoldim. Keyin menga sir film ham ko'ring degandingiz. Uni ham ko'rdim. Sir filmga kelamiz.
undan oldin menga anaqa kerak. Boyagi Limitlarni buzishmi? limitlarni buzish. Ha, ana shu kerak menga. Nima qildingiz? Aha. Xo'p, shu haftanikini aytaymi, ustoz? Ha, xohlaganimiz. Mana shu eng yaxshisi mana bu hafta mabdu Xo'p, qildik. shu haftaga to'xtalsam. Xo'p, seshanba kuni Sharifjon Ahmadni 1001 kitobini o'qib tugatdim. Har kuni 50 sahifadan kitob o'qiyotgan edim. Xo'p, keyin kecha adashmasam juma kuni edi, o'sha shaxmatga vaqt sarfladim o'zim uchun. Har kuni deyarli uzog'i bilan 1 soat vaqt sarflagandim. Kecha lekin bosh qotirmay ichib deyarli 3 soat vaqt sarfladim. Kecha rekordni yangiladim. Uzoq deyolmayman, lekin o'zim uchun normal vaqt qildim. Hafta rekordi nima? Shu hafta davomida 2 marta limit buzdim. Hafta rekordi nimani aytasiz? Xo'p, hafta rekordi deb chorshanba kuni Britannika bolalar ensiklopediyasidan bir kunda xo'p, adashmasam o'sha 7 bobni ham tugatdim. 8-bobga o'tmadim, lekin 7 bobni ham o'qib tugatdim. Shu narsani hafta rekordi deb ayta olaman. Zo'r. Endi sir filmi nima o'rgandingiz? Va siz maqsadlaringizdan fail bo'lganda nimani diqqatdan qochiribsiz? Shu bilan bog'lab ko'rdingizmi? Va nimani to'g'rilashingiz kerak ekan? Menimcha ustoz, menda bo'shliqlar mavjud. Sir filmini yana qayta ko'rishimga to'g'ri keladi shekilli. Nima? Aynan qanaqa bo'shliq mavjud? Aynan siz bergan savollarga munosib javob ola olmaganman ustoz. Qarangda, nimani ko'rsangiz, menga nima foydasi tegadi? Men bilan nima bog'liqligi bor degan savolni ko'rib, kitob o'qisangiz ham, muvaffaqiyat kundaligi yozsangiz ham, o'zingiz atrofingizda qurishingiz kerak-da uni, iloji boricha. Ana, yosh kitobxondan kitob mashinangiz uchun kitob o'qiyapsiz-ku, masalan. O'shani o'qiyotgan paytda to'xta. Bundan tashqari nima foydasi bor bu kitobni? Nima qilib hayotimni keyingi levelga chiqib olaman? Qanaqa qilib buni real keltirib ko'rsam bo'ladi bu kitobni? Deyishingiz kerak-da. Tushundira oldimmi? Endi sir filmi nimani ko'rdingiz? Nima yangilik bo'ldi sizga? Shu menga kerak. Sir filmda o'zi o'sha o'z maqsadlarini o'ziga tortish haqida ekan. Xo'p, o'sha maqsad amalga oshishi, endi o'ziga tortib, o'z amalga oshirishi men uchun yangilik bo'ldi. To'g'ri, buni ham oldin eshitgandim, lekin alohida muhim e'tibor berib qaramagandim. Lekin bu safar alohida e'tibor bilan o'zim tinglab o'sha filmni ko'rib chiqdim. Inson nima haqida o'ylasa, nima haqida yozsa, nima haqida fikr qilsa ham o'sha narsa o'ziga tortilib kelaverar ekan. Mana shu narsalarni tushundim. Qarang, o'zi hamma narsa Allohdan, lekin o'sha odam o'z taqdirini o'zi yaratadi degan narsa bor-da. Qazo va qadar bor. Ya'ni qazo bu ilm, qadar bu taqdir. Yana boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Bizlarning taqdirimiz yozilgan narsa bo'ladi, lekin biza nima bo'lishini bilmaymiz-ku ertaga. Taqdir kitobimizga yozilganini kimdir biladimi? Bilmaydi. Shuning uchun o'zimiz yotib ham kashf qilishimiz mumkin, oldinga yurib ham kashf qilishimiz mumkin. Taqdirimizda hayot bor. Tushuntira olgan narsa mana shu. Ya'ni bu maqsaddan tortib olish degani odam shunday qilsa tortib oladi degani emas. Hamma narsa baribir Alloh xohishi bilan bo'ladi. Lekin ikkinchi tomoni bor-da. Ikkinchi tomon nima desangiz, o'sha xohishni biza o'zimizni xohlagan narsaga yoki oddiy misol shaxmatdan grossmeyster bo'laman deymiz. Demak, Alloh xohishi emas ekan bu. Natijani egasi biz emas-ku biz. Lekin siz o'shani bo'lishga harakat qilib ko'rdingiz. Lekin ana yana bitta yangi narsa, 3 marta sababini qilasiz, o'xshamasa 4-marta to'xta, endi balkim men uchun emas ekan. Lekin men bundan nima yutsam degan narsa o'ziga odam o'ziga bilinadi qalbida. Ya'ni o'zingizni o'lchovingiz bo'yicha harakatlanishni boshlaysiz-da. Shu maqsadni o'sha tortib olish mana shu dedi. Masalan,
yana boshqacha misol. Vizualizatsiya haqida nima? Tasavvur haqida bu vizualizatsiya degan tasavvur degani. Nima o'rgandingiz? Nima yangilik bo'ldi siz uchun? Vizualizatsiya. Hech tasavvur ko'ramiz biror narsani va erishganmiz shunga. Tajriba, experience. Gapirishingiz mumkin. E'tiqod. Bemalol gapiravering. Menimcha mikrofoningiz o'chib qolgan yoki ovozingiz bizga bo'lmayapti. Vizualizatsiya. Yana sizga antenna qo'llam deymanda ovozim bizga kelmayapti. Sizni onlayn bo'lishingizni kutamiz. Balki ovoz antenna vizualizatsiya, ya'ni tasavvur. Shu haqida nimadir o'rgandingizmi videoda? Sir filmida. Sal mana antenna yaxshiroq joyga chiqing, Hayotxon. Imkon qadar. Siz antenna yaxshi joyga chiqqaningizcha qani Madina Nabonini so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum Madina Naboni. Siz qaysi mavzudasiz? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ben menimcha vizualizatsiya va duoni filmini ko'ring va shu mavzuni o'tib beraman demaganmidim? Menga ham shu mavzuni berdingiz lekin. Lekin qilmadingiz-a? Qildingizmi? Yo'q qildim. Nima o'zgardi sizda shu filmni ko'rib? Akras shu film atrofida ham ekanda. Bu kinoni o'sha oxirgi darsimiz bo'lgandami, o'shanda ko'rdim, o'shanda aytib berdim. O'sha nima o'zgardi sizda kinoni ko'rib? Darsda ham tushunganim shu o'zini maqsadini tasavvur qilib, keyin o'shani duo qilib so'rash kerak deb tushundim. Keyin men bu o'zimni 100 yil yozgan maqsadlarimni shu 2-3 yil ichida qiladiganlarim hammasini tasavvur qilib, o'zimni o'sha holatga qo'yib ko'rib, o'shandan keyin o'zim shu narsaga erishishimga ishonchim oshdi. Qarang. Mayli, qabul qilindi. Mana bunaqa. Endi men vizualizatsiya mavzusida yana bitta mutaxassis so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum, agar eshitib kelsangiz Muxtarxon, siz bu mavzuga nima deysiz? Vizualizatsiya mavzusiga yoki o'sha sekret filmi haqiqatlari haqida. Sizning nima fikringiz bor? Assalomu alaykum ustoz. Bu filmda yoshligimda yaxshi ko'rardim, chunki insonda nima desam bo'ladi? Alloh bizni o'zini ruhidan yaratganligi sababli biz o'zimizda ham hayotimizda yaratuvchanlik xususiyatimiz bor. Ya'ni nima xohlasak o'shani yarata olamiz. Qo'rquvda yaratsak, o'sha qo'rqqan narsamiz hosil bo'ladi. Xuddiki masalan illyuziyaga o'xshagan narsada u haqiqiy hayot sizni ongingizdagi hayot mavjud bo'ladi. Shuni tushundim. Hamma har xil. Aynan sizda nimasi ishlagan bu filmda? Tajriba bilan aytsak, bular yoshda ko'p masalan. To'xta, menga mana shu narsa ishlagan ekan bu kishiga. Men ham shuni qo'llab ko'rsam qanaqa bo'ladi deb real kes bo'ladi-da. Masalan,
biz xohlagan hamma narsamizni Alloh beradi. Ya'ni nimani xohlasak, faqat bitta siri uni shukronalikda, sevgida, pozitiv energiyada xohlash kerak. Masalan, yoningizda nima desamki, mana kitobxon loyihasini yutib olgan, masalan, birinchi o'rinda olgan bola BYDsga o'tib ketib qoldi. Siz shunda vau, men ham shuni xohlayman, men ham bir kun xuddi shu bola kabi shu tanlovda yutib, xuddi shunaqa mashina yutib olib haydayman deyishingiz ham mumkin. Yokida nimaga unga berildi, menga berilmadi, men qo'limdan kelmaydi ham deyishingiz mumkin. Shunda birinchida men xohlayman, men ham qila olaman deganingizda o'sha tortish qonuni ishlaydi va qachondir siz ham bunga erisha olasiz. Hasad qilib yoki o'zingizga ishonmaganingizda bu ham ishlaydi va hech qachon o'shanga erishmaysiz. Endi sizda bu real bo'lgan kesi bor, masalan menda bo'lgan oddiy rangi bitta narsa amalga oshgan. Bu narsada ko'p bo'lgan, endi bitta real emotsionalni ichimdan xohlaganmanki, bitta ustozim bilan karisi bilan Koreyaga kelgan ekanda bunching jumping degan narsa bor, ya'ni 100 metr tepadan dengizga rezina bilan sakrash. Emotsionalni men Koreyaga borsam shu ishni qilib ko'raman deganman. Bilmaganman, lekin o'shanda sakraganimdan keyin sakraganimgacha bilmaganman. Sakraganimga o'sha payt men orzu qildim shuni, mana amalga oshib deganman. Menda ko'p bo'ladi. Bu narsa masalan kutilmaganda sayohatlar taklifi yoki sovg'alar, nima qanday, masalan eng oxirgisi mana iyun oyida tug'ilgan kunim qanaqa o'tishini o'zim vizualizatsiya qilib, nima xohlaganimni, hattoki oldindan ham masalan tiplarini aytib qo'yasiz-ku, menga bunaqa narsa xohlayapman deb, masalan turmush o'rtog'imga qanaqa gul xohlashi, masalan korteziya bo'lsin, to'yada bo'lsin so'rab qolmasdi, men uni ancha yil o'xot qilishni xohlayman, shunga o'xshaganda. Hammasini men aytganlarim keldi, o'sha hammasiga ega bo'ldim. Keyin rostdan ham ishlaydi ekan narsada. Yana nima? Yana mana vizualizatsiya bog'lanma bittasi aytib bermoqchiman. Sizga to'ldirasiz, kim bularga ham tushunarli bo'ladi degan ma'noga aytmoqchiman. Men Brayser degan o'quv markazida ochganman 2018-yil. Ana shu narsani 2016-yil yozib qo'yganman. U masalan notebook xohlaganman, bir so'm pulim bo'lmagan, erishganman. Telefon xohlaganman, bir so'm pulim bo'lmagan, erishganman. O'zimning biznesimda yo'q edi talabachilikda. Masalan, shunaqa biznes qilish xohlaganman, erishganman. Xohlagan narsa yana bitta zo'r bo'lgan o'sha sektorni ko'rganimda talabalar kengashi raisi bo'lish xohlardim-da, bo'lganman-da yotoqxonada. Ya'ni birinchi kursman, men ham shunaqa bo'lsam deb tasavvur qilib ichkarida xohlagandim. Keyin nima bo'lgan? 3-kursman. Aslida u talabalar kengashi raisida armiyasida, kuch ko'plar yoki bo'lmasa hammani boyagi gavdali, katta bo'lgan insonlar qo'yilganda yosh kattaroq bo'lgan. Men birinchi yildan o'qib ko'rganman, lekin taqdir shu narsaga olib borganki, men o'z-o'zidan tarixda birinchi marta iqtisod fakultetida o'qiydiganlar orasidan talabalar kengashi raisi bo'lgan butun yotoqxonada. O'sha narsani xohlaganman, o'sha narsa sodir bo'lgan. Ya'ni mana bitta oddiy misol, men sizlarga bitta misol aytaman. Aniq borib yurgan yo'limizni tasavvur qilamiz-ku, ya'ni aniq borib yurgan yo'limizni avval hozir bizlarga uyimizdan maktabga bor desa, o'ynab qilib borib kelamiz maktabga. Lekin hozir men siz shu maktabga boradigan insonlarning oralaringizda xohlaganingizda uyingizga borib sizni maktabni topib bora olmayman-da. Ya'ni odam bilgan narsasi qo'rqmasdan bo'ladi. Bilmagan narsa ish bo'larmikin deb meni maqsadim 100 ta kitob o'qish deb yozib qo'yadi. Lekin men 100 ta kitob o'qiyman deb maqsad qo'ymaydi-da. Shu kelajak ma'qulroq bo'lgani uchun ikkilanibroq maqsad qo'yadi. Lekin bizga xayolli bo'lsa, aniq bizga keladi. Lekin o'shandan oldin baribir tasavvur qilib, shu ishni xohlayapman. Shu ishni xohlayapman deb birinchi tasavvurdan boshlanadi demoqchiman-da. Yoki mana bir kishi universitetga o'qituvchilikka o'qishga kirishni xohlaydi. O'sha birinchi xohlagan tasavvur qilasizki, o'sha yoqqa qarab borasiz-da. Mana shu kinoning mazmuni mana shu. Hayotda ham mazmuni shu.
Bu shu Yana bitta misol keldi. ayting. Kitob xohlagandim. Mana jurnaling, mana man muvaffaqiyat kundaligi yuritganimdan beri shu Tafsiri Hilol kitobini olib o'qiyman. Hali u kitob yo'q. Mani nima deydi, kutubxonamda. Asanxiya tomonidan u kitob menga sovg'a qilindida. Buni ham xohlaganman. Qachondir muddatda bu o'zi kelyapti. Men uni qanchaligini ham bilmayman, qanday olishni ham bilmayman. Hech narsani tasavvur qilmaganman. Faqat o'sha kitobni olib o'qishni xohlaganman-da. Shundaycha o'zi Alloh tomonidan berilyapti. U ko'p, bu kichigidan kattasigacha. Masalan, Rostdan gapiraylik. shunda mana bugun eng yaxshi youtuber productivity bo'yicha Ali Abdalni kuzataman. Shu bugun muvaffaqiyat kundaligini qanday yuritgani haqida videosini ko'rib qoldim. Shunda aytyapti, harakatlar qarorlarga, odamda qilgan tanlovlariga asoslangan bo'ladi. O'sha tanlangan qarorlar asosida odamda miyasidagi o'ylari, hissiyotlari, qadriyatlari tomonidan yaratilinadi, ya'ni hosil bo'ladi. Siz nima o'ylaysiz, o'shanga qarab qaror qilasiz va bu amalga oshadi. Bunda shu muvaffaqiyat kundaligi, ya'ni katta yordam beradi. Ya'ni masalan, iqtisodiy jihatdan moliyaviy erkin bo'lishni xohlayman desangiz, biznes qilishni xohlaysiz va bu biznesni qanday qurish haqida o'ylaysiz. Shunda masalan anxiety, ya'ni qo'rquvlar sizga taqiqlab qo'yganda miyada ular aylanib yuraveradi agar qog'ozga yozmagunizcha. Chunki miyamiz o'zingiz aytganingizdek, faqat biza yashab qolishimiz uchun, mana boshqa jonzotlar kabi survive qilish uchun yaratilgan mashina hisoblanadi. Biz unga nima yangi narsalar xavfli, ya'ni bizni xavfda tug'diradigan narsalar unga kerak emasda. Miyamiz masalan menda hozir shunaqa vaziyat, masalan ilmiy himoyam seminarim bo'ladigan, miya qo'rqyapti. Shunda masalan kelishyapsiz miya bilan, biz shundan o'tib olsak, yana menga katta imkoniyatlar ochiladi. O'shanda o'zga qarshilik qilishni to'xtatadi. Chunki ongimiz xavfsizlik uchun javobgar hisoblanadi. O'sish uchun esa aqlimizni ishlatamiz. Matematik amallar, ko'priklarni qurish rejalari masalan qog'ozda chiziladi. Uni chizmasdan, yozmasdan hisoblab bo'lmaydi. Shuningdek, biza qarorlarimiz ham, eng zo'r qarorlarimiz ham qog'ozga yozilishi kerak. Kim nima deyish haqidagi qo'rquvlaringiz, o'ylaringiz, qarorlaringiz hammasi 95% yo'qolib ketadi degandek, siz ham, chunki boshqa odamlarga aytganingizda hamma ustingizdan kuladi yoki achinadi. Boshqa nima bermaydi, nima desam, yechim bermaydi. Va shu jurnalingda 3 ta tipi. Birinchisi eng chiroyli ruchka qog'oz olib qog'ozga yozish kerak. Ikkinchisi digital journaling, one day'dan foydalanish mumkin, ya'ni telefondagi app. Uchinchisi AI bilan, cloud bilan ham journaling qilsangiz bo'ladi deyapti. 3 xil turi bor ekan. Birinchisi xohlaganingni yoz, bugun nima bajarding, xuddi siz aytgandek bugungi muvaffaqiyatingni yoz. Ikkinchisi ertalab kunda eng birinchi vaqtida 3 varoq nima miyangga kelsa o'shani yoz. Uchinchisi maqsadlaring va planlaringni yoz. Shunda shu hayoti 2012-yildami doktorlikdan hozir teacherlikgacha bo'lgan jarayonini o'sha yozib chiqqanlarim hammasi ishlagan deyapti. Hattoki Ferrari olaman deb yozsangiz ham nechinchidir yilga kelib limited edition olishingiz mumkin. Shunaqa. Shu tortish qonuniga plus ishlaydigan narsa journaling. Endi umumiy mana shu narsani, shu filmni hammasini anaqa qilganda, men bitta zo'r narsa eshitgandimmi, o'qigandimmi, aniq umumiy xulosa aytadigan bo'lsam, natijani hammalaringizga aytganman, natijani egasi bor. Lekin xohlash erkinligi bizlarga berilgan. Xohlash erkinligi. Duo qilib, qo'limizdan keladigan narsani ham duo qilib so'raymiz, kelmayotganini ham duo qilib so'raymiz. Yana bitta Tarix Muhammadiyga zo'r narsa aytilgandi. Sababini oxirigacha qilib, kuchingiz yetmay qolgandan keyin, ey Xudo, endi men kuchim yetmayapti, o'zing yordam qilib deb so'raysiz-da. Biz taqdirimiz yo'lidan boramiz.
lekin o'sha duo qilib so'rashda gap ko'p. Masalan, men sizlarga bitta misol aytaman. Hozir mani BMW X6 mashina olishga pulim ham, kuchim ham yetmaydi. Rostini aytaman. Lekin men shu mashinani olishni xohlayman, bir kun kelib minaman. Demoqchi bo'lgan narsam nima? Men sizlarga bu narsani nimaga aytib qo'yapman? Xuddi sizlarga shunaqa bo'lgan narsa bor. Hozirgi moliyaviy imkoniyatim yetmaydi. Misol uchun. Lekin xuddi shu nuqtai nazardan men o'sha narsani xohlayapman, bir kun olaman. Bu narsani duo qilib so'rasam, aniq, ya'ni meni taqdirimga shu mashinani minib yozgan bo'lsa, amalga oshadi. Yoki boshqa xohlagan narsa. Xuddi mana Hayotxon xalqaro grossmeyster bo'laman dedi-da, lekin respublika bosqichdan qaytdilar. O'tgan yili yosh kitobxondan chempion bo'laman degan edi, viloyatdan qaytib ketgan edi. Bu yil respublikadan qaytdi. Ana shu unaqa taslim bo'lish yoki taslim bo'lmaslik. Bir yil oldin, bir yil keyin baribir erishasiz. Umumiy xulosa, avval tasavvur qilib boradigan yo'lni aniqlab olish kerak. Bo'ldi. Boshqada ishlamaslik uchun sizda ishlaydi. Keyin ikkinchi, yana boya men bitta zo'r feedback qilmoqchi edim. Va atrofdagilarga, dugonalarimizga, ota-onamizga, ustozlarimizga aytamiz, keyin orzuda o'ladi degan gap bor-ku. Ana Oydinda yaqinda bitta tajriba o'tkazibdi. Ustozimiz so'rabdi, reytingdan kim necha olish xohlaydi desa, men 9 olish xohlayman va 9 olaman narsa desa. Bo'ladigan narsani gapirdi, ustoz kulib tashlabdi ustidan. Hech bo'lmasa harakat qilsang olasan desa bo'lardi ustoz. Ololmaysan deb ustidan ustozning bosh bo'lib kuldi dedi. Lekin shu qilganiga men xudo xohlasa 9 reyting olaman dedi. Endi men tashqi tomondan aytaman. Kitob o'qigan odamlarni horizoni keng bo'ladi. Dunyoqarashi katta bo'lgan odamlar reytingdan eng top darajada yuqori olib chiqadi. Shu imkonsiz narsa emas. Shu nuqtai nazardan men shuni olmasdim, agar o'sha narsani chin dildan emotsional topdim. Bo'ldi, faqat orzularni qo'yishga bitta narsa e'tibor beringlar. Faloncha kitobxonni yutgan uchun siz yutishingiz kerak emas. Faloncha shifokor bo'lgan uchun siz shifokor bo'laman deyishingiz kerak emas. Faloncha ayris olgani uchun emas. Sizda ichkaridagi vay degan narsa kuchli bo'lishi kerak. Nimaga? Menga nima qiynab beradi? Bu men uchun nimani anglatadi? Agar sizni o'sha qo'ygan maqsadingiz, orzu qilgan narsangiz nimadirda anglatsa, u sizga keladi. Anglatmasa foydasi yo'q. Sizni yo'qotadigan, agar shu narsaga erishmasangiz, siz nima yo'qotasiz? Ichki emotsional, qiymat jihatidan. O'sha yechim bo'lishi kerak-da. Siz uni qanchalik gradusda yoki qanchalik foizda xohlayapsiz? Shuni ochib ichkaridagi ma'no, nima ma'no anglatadi sizning maqsadingiz? O'shani chuqur bir ichki vujudingizni his qiling-da. Mana men uchun masalan Astanxiyani biz ilm eksport qilamiz degan g'oyada 2021-yil menda paydo bo'lgan. Hozir davlat siyosat darajasida ham bu narsa muhokama qilyapti. Ingliz tilini o'rgan, chet elda yasha, kuchli kompaniyalarga shakl. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, xohlasang davlatimizga kelib, uni rivojlantir. Mana zo'r ketyapti. Faqat endi umumiy xulosa oladigan bo'lsam, menga nima anglatadi mana Astanxiya ideologiyasi? Sizlarga bitta misol aytaman. Koreyadagi bitta o'zimdan misol aytaman. Koreyadagi 100 ming insondan 80 mingtasi ishchida, 20 ming, 85 mingtasi ishchi, 15 mingtasi talaba. Ana shu 15 mingta talabalardan kamida 13 mingtasi bitta uy, bitta mashina yoki to'y qilish uchun kerak keladi. Bo'ldi, qolgan 2 mingtasini maqsadi bordir yoki kamrog'idir. Endi agar meni ilm eksport qilish ideologiyam menga nima anglatishini qarang. Koreyaga hech bo'lmasa 60 mingta, o'sha 100 mingtadan 60 mingtasi talaba bo'ladi, men 40 mingtasi ishchi bo'lsa ham roziman deydigan ichki mening biladi-da. Masalan, og'riq bilan peshin deydi-ku. Yoki Rossiyaga 5 million inson ishlash uchun ketadi. Shuni 3 milliontasi o'qish uchun ketganda edi. Meni o'sha Astanxiya ilm eksport qilish ideologiyasi menda mana shu narsa anglatadi. Turkiyada 700 mingta inson bor, o'shani uzog'i 50 ming, 60 mingtasi talabadir. Ana shuni 400 mingtasi talaba bo'lsa,
Man o'sha vaqtda 2021-yil statistikani qaraganimda hatto Turkmanistondagi chet elda o'qiydigan talabalar soni O'zbekistonnikidan ko'pligi menga alam qilganda. Man bu Shimoliy Koreyaga o'xshagan davlatda Turkmaniston. Ana shu dagi statistika bizda ko'proq bo'lgan, bizdan ko'ra ko'proq bo'ldi. Man o'sha uchun biz ilm eksport qilamiz degan ideyaga olib chiqqanman. Nimaga bu narsalarni aytyapman sizlarga? Xuddi sizlarni ham qiladigan orzularingiz kichkina bo'lib qolmasin. Avval boshlanishidayoq start katta o'yinda borsa bo'ladimi degan savol o'zingizga bering. Ha, bo'ladi. Qanday qilib? Masalan, Elon Musk Marsga chiqishdan oldin Amerikada Mars degan klub bor ekan. Unga qatnashib bo'lar ekan. Va ne o'rganib chiqibdi-da, keyin u ular orqasidan qiziquvchanligi orqali men bar kosmosga chiqaman. Demak, chiqsa bo'ladimi? Avval chiqqanmi, oyga chiqib borganmi? Demak, chiqsa bo'ladi deb Rossiyaga bor raketa sotib olish, bir-birida qilib, oxiri u ham amalga oshmagandan keyin o'zi raketa yasashga qaror qilgan. Xuddi sizlar ham qila olasizlar. Orzuni katta kichigi bo'lmaydi. Erishiladigan, erishib bo'lmaydigan bo'lmaydi. Faqat miya qabul qilish kerak. Siz uni tasavvuringizda shakllantira olishingiz kerak. Keyin birdaniga hozir keling, birdaniga mana shu 12 yoshida turib men Ferrari olaman deb bo'lmaydi-da. Sizda hali motiv olishga pulingiz yo'q. Ana shu tomonga e'tibor berishingiz kerak-da. Ferrari olaman demaysizda. To'xta. Men birinchi motivni bitta olay, keyin motivni sotib Ferrari olaveraman deydigan narsani qilishingiz kerak. Birinchi motivga yetish usulini ko'rishingiz kerak. Yoki boshqacha misol aytaman. Hozir siz mana shu yil 2026-yil uchun kimda qanaqa maqsadi bor? Hamma aytsin, men sizlarga o'shani hozir mana shuni yechimini topib beraman. Aynan vizualizatsiya va to'g'ri kattaroq yechimini. Kimda qanaqa maqsadi, meni shu maqsadim amalga oshdi 2026-yil, men yil yutdim deb hisoblayman deydigan maqsadlaringiz bormi? Kimda? Qo'rqmasdan aytavering. Ayting siz oydin. 2026-yil endi amalga oshirmoqchi bo'lgan maqsadim ona tili bilan tarixdan sertifikat olmoqchiman. Anaqa, qarang. Ona tili bilan tarixdan sertifikat olsam, yil yutganman deb hisoblaysiz. Shunasini olishga? Ha, ishonaman. Endi qarang, yana kimda qanaqa maqsadlari bor bu yil uchun? Aytsa bo'ladimi, ustoz? Aytavering, eshitaman. Men shu yili IELTS olsam, shu yil yutganman deb hisoblayman. Imtihon topshirmaganmisiz? Yo, topshirganmanmi, nimadir demaganmisiz? Yo, qanaqa boshqa narsamidi? Yo'q, anaqa mock topshirganman, IELTS topshirmaganman hali. Ha. Mock IELTS necha olsangiz yil yutganman deb hisoblaysiz? 8 yoki 8,5. Hayotxon, sizchi? Yil tugashi 5 oy bor. Kim siz nimani amalga oshirsangiz yil yutganman deb hisoblaysiz? Yosh kitobxonda 40 ta kitobni tugatib, bundan tashqari yana 20 ta diniy asar tugatsam, shu yilda endi o'sha maqsadlarim amalga oshganini hisoblayman. Sizning maqsadingiz yo'q ekan. Keyin qarang, natija, real kes. Qarang, Malika, sizchi? Yilni nima qilsangiz yutganman deb hisoblaysiz? Ya'ni 31-dekabrgacha nimani amalga oshirsangiz? Birinchi o'rinda shu o'zim uchun bir shaxsiy kutubxona qilib olish. Bu birinchi. Nima? Tushunmay qoldim. O'zim uchun shaxsiy kutubxona qilib olish, ya'ni unda 200 tadan ko'p kitoblar jamlash. Shunday qilsangiz yil yutganman deb hisoblaysiz. Bu kichikroq rejalarimdan, lekin yilda yutish uchun yosh kitobxon tanlovda Yo'q, qarang, yutolmaysizda, bu bo'lmaydi-ku. Siz mana 2026-yil 31-dekabrgacha nima real natija bo'lsa, siz yilni yutdim deb hisoblaysiz.
minimum, maksimum chizib qo'ygandirsiz. 2000 boyagi maqsad xaritasi 4-modulda. Yozmaganmisiz? Nima o'shanda Yozganman. nima o'sha nima qilsangiz eng katta bitta? Yana kim qolib ketdi? Muhofazatxon, siz nima qilsangiz yil yetdimi deb hisoblaysiz 2026da? Nima o'ylayapsiz? Manligingizni uyga turing. Mana men nima qilsam yil yetdimi hisoblayman. Shu yil millionta odamga maqsadini topib bersam 2026-yilda yetdim deb hisoblayman. Lekin minimum borda, o'zi bir paytlari nechtadir odamga topib berganimda, ya'ni topib berdim deganim 100 ta topib berdim emas, ya'ni maqsad xaritasi bo'lsa, millionta odam start bo'lsa, men yilda yetdim deb hisoblayman. Ya'ni bitta, lekin minimum bor, maksimum borda. Masalan, hozir 6 oy qolganda bu 3500 ta odam ichidan qarang. 3500 ta odam ichidan million haqida o'ylayapman. Hozirgacha aqlim yetadi millionta odam start bosishiga. Endi bilmayman, oilasi, natijani egasi bor. Lekin minimumi qanaqa bo'ladi desangiz, minimumi 35 mingta bo'lishi mumkin. Masalan, yoki yana ham minimum kuchaytirish mumkinmi buni desangiz, yana ham minimum desangiz 2 barobar ko'paytirasiz. 7 mingta odam start bo'lsa, qanaqadir ma'noda 7 hisoblasam bo'ladi aslida. Bitta case bo'yicha. Lekin to'xta, 7 mingtaga qanaqa qilib erishishim mumkin desa, uzoq bir oyda erishishim mumkin 7 mingta odam start bosishga. Lekin 70 mingtada yoki boshqa narsa, o'sha 3,5 mingta 10 barovari 35 mingtaga minimum men o'ynab ko'rib yetib olaman. Yil oxirigacha-da. Aytmoqchi, meni bu moliyaviy resursim ham, aqliy resursim ham, boshqa imkoniyatim ham yetadi-da. Mana shu tomondan qarashingiz kerak. Ya'ni umumiy ma'noni aytadigan bo'lsam, umumiy xulosa xuddi o'shanaqa sizda ham bor. Faqat qarang, endi minimum, maksimum qo'yaman. Men qanaqa qo'yaman? Men oxirgi paytlarda 10x ga umuman qo'rqmasdan amalga oshiradigan bo'lganman. Umuman qo'rqmasdan risk qilaman 10x gacha. 100x ga, ya'ni 100 baravariga degan narsani oxirgi 2 oyda sinab ko'ryapman. Fail bo'lyapti, o'xshamayapti, nimadir yuzaga chiqyapti, yiqilib qolyapman, energiyam tugab qolyapti, o'chib qolyapman, bir payt sog'lig'im minus qarab ketib qolyapti. Rostini aytaman. O'sha nuqtai nazardan ana shu 100x orqasidan bo'ladi. Ya'ni hozirgi harakatimdan 100 barobar samaraga qanaqa qilib erishishim mumkin degan savol qo'yapmiz. Bilmayman. Sinab ko'rish kerak-ku bu narsani. Sinab ko'ryapman. Shu nuqtai nazardan ozroq plyus minusda bo'lyapti. Endi siz nima qilasiz? Hozir mana 8 oylikmi? Plyusi minusi bor-da. O'sha plyus minusini qilishingiz kerak. Yoki ekstra qilib dedingiz-ku. Minimum qanaqa nima bo'lsa men o'zi bu yil ish qilib yashadim-ku deydigan o'zimni qoniq hosil qilasiz-da. Masalan, xuddi o'ziz nima ish qilsangiz ham, qanaqa ish qilsangiz ham o'sha men yutdi qildim, bo'ldi, men yutdim. Minimum 2x ni olasiz, bu yerga men aytdim, maqsad xaritasi 35 mingta chiqish minimum bo'lsa, hozirgi holatdan. Ya'ni real moliyaviy ham anaqa qilish ham qo'limdan keladi deysiz. 1 millionta qilsam men bo'ldi. Haqiqatdan orzular amalga oshishiga men 1 milliondan so'ng maqsadimni topib berdim deb emotsional xohlaganman shu narsani yozganman. Yil oxirigacha xudo xohlasa bu narsaga yetib qolaman. Endi Hayotxon 100% ga realistsiz.
buni aniqlayman, sovuq qolasiz. Aql yetgan narsani kattasini aytmaysiz. 60 ta kitob aslida siz 60 ta odamga aylanasiz. Zo'r. Lekin keling, kitoblarni tugatib olsangiz, yil yutgan hisoblar ekansiz. Boshqa hayotiy sport jihatdan, reyting jihatdan boshqa maqsadlaringiz yo'qmi? Keling, 40 ta kitob o'qigan siz bilasiz. Keyin keling ustoz dedik, men bilarman dedik, yo Malika bilar, yo Oydinay bilar. Endi sizga savol. Mana Madina boni, u Hayotxon yil yutibdi deydigan narsangiz yo'qmi? Madina boniga ya'ni niyasi chaqmoq o'ynatadigan birorta bo'ladimi odamda? Nima bo'lsa yil yutdim deb hisoblaysiz. Shunaqasi. Hop, endi sport yo'nalishi bo'yicha endi shaxmat bor. Hop, dekabrgacha endi tuman bilan viloyat bosqichi bo'lib o'tadi. Shu viloyatda birinchi o'rinda olsam, shu yilda minimum yutdim deb hisoblayman. Endi qarang, siz 4-modul bor-ku, 1 yillik modul. Yoki men yozdirganimda 1 yil yozdirganman. O'shanda ham maqsadlaringiz bor. Qaysi maqsadingizni o'shalar ichida olsangiz, yil yutdim deb. Mana yana ham chuqurroq qilyapman-da men sizga. Minimum boyagi yil boshida emotsiyalar bilan yozganlaringiz nechtasi amalga oshmadi, o'shadan o'chirib tashlaysiz. Xalqaro chempionatga chiqa olmadingiz. Maksimum bor, minimum bor. O'shani kattasini va kichkinasini. Xullas, mana shunaqa. Ya'ni 2x dan 5x gacha bemalol sinab ko'rsatamiz bular. Hammalaringiz daxllaringizni aytaman, men usulini o'rgatyapman. O'sha yana videoni ko'ringizda, vizualizatsiya duoni vazifasi. Dasturxonda ertalab turganingizda uxlashingizdan oldin duo qilib, ey Xudoyim, shu maqsadimga erishdim deb tasavvur qilib, miyangizga jonlantiraversangiz, oxir-oqibat o'sha narsa yetib oladi. Bo'ldi, yechim shu. Menga savollaringiz bormi? Vizualizatsiya va duo mavzusidan. Yana link beraman, ko'rmaganda ko'rib olasizlar. Kimda qanday savol bor? Malika nima demoqchi edingiz? Hayotxon ichingizda qolib ketgan bo'lsa ayting, o'sha daftaringizni varaqlab ko'rib. Malika gapirishingiz mumkin. Yo'q, ustoz, shu maqsadimni unutib profilimdan yozib qo'ydim sizga demoqchi edim. Qarang, xuddi shunaqa nima maqsad yozgan bo'lsangiz, to'g'ri o'shani qarang. Hozir 6 oy o'tdi-ku, men 6 oyda reviziya qilishingiz kerak maqsadlaringizni. Mana bilan o'shab tashlayman, bu narsa menga kerak emas ekan, mana bu narsa kerak ekan. Miya bo'shaydi. Bunga erishdim, bunga erishmadim. Nechtasi erishganimni dopamin kelishni boshlaydi. Keyin kerak bo'lsa qolgan maqsadlaringizdan bor yozib qo'yganlaringizlar. Mana bu menga kerak emas deb keraksizlarni o'shab tashlashingiz kerak. Bo'ldi, shundan keyin bo'ladi. Savollaringiz bormi? Men uchun savollaringiz bo'lsa aytingizlar. Ustoz, shunda biza oxirgi dars ham bugun bo'ladimi? Qarang, sizda bitta o'sha men kimmanni qilib berishim kerak-da. Xudo xohlasa, Rosneftim kelayotgan hafta yakunlab berish harakat qilaman. Hammalaringiz ichingizdan oydinligi bo'ldi. Mana Madina Bonuga suhbat qilib berishim kerak. Malikaga qilib berishim kerak. Yana kim bor? Sizga Hayotxonga qilib berishim kerak. Hayotxonga birinchisini qilib berganman, ikkinchisini qilib berishim kerak. Masalan, bu o'zi o'shandan keyin oxirgi dars bo'ladi-da, o'zi men kimman ikkinchisini qilib berganimdan keyin. Men o'sha vaqtim bo'lmaganligi yoki energiyam bo'lmaganligi uchun kechib ketdi bu. Ha, bo'ldi, tushunarli, rahmat. Buni shu agar savollaringiz bo'lsa javob berishga harakat qilaman.
Bo'lmasa bugungi darsni ham yakunlasak bo'ladi. Ustoz, menda savol bor edi-da. Men Ha, mindsetni menimcha tugatdim. Tugadimmi ha, endi? ha. Keyinchi dastur berganman. Shunday podkastlar va kitoblarni mindset tugatdingiz, savolni tugatdingiz. Sizga oxirgi suhbat qolganda nimaga erishdim? Hammalaringiz mana oxirgi suhbatda o'zi oxirgi suhbatdan oldin men o'zi bitta gruppa ochib alohida 8 ta dars shunaqasini joylab turib, keyin bir ko'rib chiqib to'xta, bu mavzuda nima ishlayapti. Ishlaydiganini ishlatib, ishlamaydiganini yana ham qo'shimcha mana 8 ta, boshdagi 8 tani qilib ko'rsalaringiz bo'ldi. O'z shaxsiyatni shaxs sifatida o'zlaringiz qurasiz. Qolgan 4 ta endi qo'shimcha o'zlaringiz o'zgartirish kiritib, yangi tadqiqotlarni olib boraverasizda. Shu. Sizniki o'zi bitta suhbat qoldi. Vizualizatsiya duoni ko'rgansiz, katta o'sha video dasturni ham berganman sizga. Video, menimcha o'sha guruhdagi videoni aytyapsizmi? Ha, aytgan siz o'zi mindsetni ham olib bo'ldingiz-ku, bo'ldi. Kimga Ha, bermagan bo'ldi. bo'lsam, vizualizatsiya va duo guruhiga qo'shing deb qildingizda, aynan u videoni ko'rib sizlar tajriba qilib ko'rdingizlar. Keyin vizualizatsiya bittasi qolib ketibdi. Kelajakda vizualizatsiya qilish bu. O'tmishda vizualizatsiya qilish ham bu. Bizlarni ichimizda og'riqlar bor-da, yoki muammolar bor. Kimdan nafratlanamiz, kimdir yomon ko'ramiz, kimdandir o'chimizni olgimiz keladi qanaqadir ma'noda. Yoki kimdir bizani aldab ketgan bo'lsa, biz ularni bir kishi aldab ketgan bo'lsa, hamma yolg'onchi deb o'ylaymiz. Hammasini ko'rib chiqasiz. O'tmishga qaytasiz o'sha joyga. O'shani iloji boricha ijobiy qilib o'rab qaytib kelasiz. Kelajakka borish uchun oddiy. Ya'ni yotishingizdan oldin yoki ertalab turganingizda o'sha duo bilan birgalikda tasavvur qilasiz maqsadingizga erishganingizni. Xuddi Jasurbek bilan suhbat qilganimda chempion bu kitob yutgan aytgandiki, men o'zimni o'sha mashinani haydayotganimni, o'sha mashina menga tegishligini his qilganman. Ya'ni men yutganimni tasavvur qilganman avval uni yutishdan oldin deganida, shunaqa tasavvur qiladi. Bu degani oynaga qarab mashina menga keladi, bemaydi yutaman deb ummatda aytishmas. Uni emotsional his qilasiz. Ya'ni ko'zingizni yumsangiz o'ziga keladi. Buni isbotlangan joyi bor. Aslida sport sinovlarida sinab ko'rilgan. Chempion bo'lganini his qil deydi. Tasavvur qil deydi. Yoki masalan bitta narsa bor. Avvallari rekord 4 minutga 1 kilometr yugurish bo'lganda, keyin uni bir kishi 3:59 qilib buzgandan keyin yana rekord yangi bo'lib yangilanib ketavergan. Ya'ni odamning miyasida bo'lganda bu. Shu nuqtai nazardan yondashasiz. Bo'ldi, menimcha bugungi darsni yakunlasak bo'ladi. Kimga menimcha savollar qolmadi. Hammalarga rahmat. Kimgadir vizualizatsiya va duoni linkini tashlab qo'ygan bo'lsam, yozsangiz, linkini tashlab qo'yaman. Ko'rib, yana ham tajriba qilib, amalga sinab ko'rsizlar.